Motorist sifatida aytaman, agar sizda propan yoki metanda yuradigan bo'lsangiz, har doim 92-95 benzinda o'rniga 98 yoki 100 benzin solib qo'ying. Nimaga men bunaqa dedim? Sababi turgan holatda benzinda oktani uchib ketadi. Siz qo'ygan 92-95 benzin passivlashib, yonish darajasi juda ham past darajaga tushib qoladi. Agar siz 100 yoki 98 benzin soladigan bo'lsangiz, o'ylamang, motorimda muammo bo'ladi yoki svechalar erib ketadi, Porsche erib ketadi. Yo'q, siz qo'yadigan benzinda hech qachon bunaqangi holat yuz bermaydi. Oktani uchib ketgan benzinning eng yomon tarafi bu birinchi o'rinda kiruvchi 6 ta klapanni nagarga to'ldiradi. Natijada ertalabda mashinani zabat qilgan vaqtda o'sha kiruvchi klapanlar to'lganligi hisobiga, направляющийga to'liq kirib chiqmasligi hisobiga motordan shaqillagan ovoz eshitiladi, kompressor yaxshi bo'lmaydi. Bu maslahatimiz doimiy holatda benzinda yuradigan aka-ukalarga tegishli emas. Sababi ular yoqilg'ini quygandan keyin tez yoqib yuboradi, ya'ni bakda almashinuvchanlik juda ham tez bo'ladi. Shuncha ma'lumot berdim, like bosib qo'yasizlar. Ko'pchilik bizlarni obuna bo'lmasdan kuzatar ekan, aka-ukalar obuna bo'lib qo'yinglar. Shunga o'xshagan foydali maslahatlarni doimiy holatda taqdim qilib boramiz. Hammamiz kasbkorimizga baraka bersin, oilamizdan xotirjamlik arimasin.